Көз ешida nemlengen zimin. Söyüngül Canişev. Təhriri Professor Doktor Sultan Mahmud Qashqari. Tehlimakan Uyghur Neşriyatı neşr qildi. 2006 yıl 9 ay İstanbul. Neşriyatın Şərqi Türkistanның keyingi yerim əsrlik tarixi qarаңғы tarix болды. Bunundan 1000 yıllar burun Uyg'urlar diyarida qurilgan Uyg'ur Irqut dövləti, Qaraxanlar dövlətinin tarixi qatarlıq şallıq tarixlərimiz qismən qezilgan bolsunmu, əfsuski texi hazırgıca hayat yaşayotgan milyonlagan Şərqi Türkistan musulmonlarining beshiga kelgan qonliq fojialik qismatlar xotirlab yezilmadi. Tez unutilishga boshladi. Dunyoda Jungo hokimiyatiga mustamlika bo'lib boqmagan millatlarning beshiga kelib boqmagan. Yot millatlar hatto Falastin, Kashmir qatorliq uzun yil mustamlika ostida yashayotgan millatlarning ishongisi kelmagidek zulm va qonliq fojialarni doston qilib yezib chiqish vatan ichida mumkin emas. Chet ellarda-chi? Ko'z yeshida namlangan zimin nomli asar Madaniyat inqilobi deb atalgan baloyi ofatlik yillarda Sharqiy Turkiston xalqining beshiga kelgan qonliq fojialarni yangidan ko'z oldimizda namoyon qiladi. Qarаңғы tariximizni qisman bo'lsa-mu yo'rtib beradi. Ammo bu yerim asrlik tarix emas. Uningdan faqatla bir tomchi xolos. Kitobda yozilgan fojialik voqealarning oldi keyinida Sharqiy Turkistonning mustaqilligi va Uyg'ur xalqining ozodligi uchun Sharqiy Turkistonda to'xtovsiz davom qilib kelgan. Har birisi birdan daston bo'lg'idek shalliq tarixiy voqealarning hammasi asta unutilmoqda. 1950-yilgi Rahmonov va uning faoliyatlari, 1951-yilgi Malik Hoji va uning faoliyatlari, 1954-yili 12 ayning 31-kunidagi Abdulhamid Damullam va Fathiddin Maqsumning inqilobiy faoliyatlari, 1957-yili Xotanda yuz bergan Xadicha xonim vaqasi, 1980-yili 5-oydagi Fayzivot vaqasi qatorliq inqilobiy kurash tariximiz ayrim maxsus kitob qilib yezilmaganning sirtida Sharqiy Turkistonni dunyoga qaytadan tunutgan 1990-yili 4-oyning 5-kunidagi Barin inqilobi va 1997-yili 2-oyning 7-kunidagi G'ulji vaqasi bugunga qadar sistemalik tafsili yezilmadi. Faqat u voqealarni xabar qilib ishlash bilan cheknib qoldik. Bularmi unutilishga boshladi. Uningdan boshqa 40 necha yil turmada yotgan Abdulaziz Maqsum, Abdulaziz Chingizxon Damullam qatorliq kishilarning hayot faoliyatlarimi ayrim kitob qilib yezilmadi. Hammasi unutilgan tarixga aylanib ketdi. Mushundaq zo'r voqealardan birisi shu voqeaning tirik shohidi bo'lgan Söyüngül tarafidan 40 yildan keyin tunji qatim yezildi. Bu haqiqatan tabriklashga tegishli katta ish. Kitobga Professor Sultan Mahmud Efendi va Malika xonimlar tarafidan qisman baho berilgan bo'lg'ashqa, men kitobni o'qirmanlarning muhokamasiga vahola qilman. Kitobni o'qiganimizda Söyüngülning tashkilot qurib, qo'lga elinib, turmaga qamilib, turma hayotini oxirlashtirib bo'libmi, oilasiga qaytolmay, rejimda turgan vaqtidami tinch turmagan oliy janob ruhi va erkin hayotga erishgandan keyin beshidan o'tgan voqealarni tunji qitim doston qilib yezib chiqib, ayni qismatni beshidan o'tkazganlarga ulgi yaratganligi bizning Söyüngülga bo'lgan hurmatimizni hasillab oshiradi. Kitobda yozilgani Sharqiy Turkistonda yuz bergan fojialik voqealarning faqat bir qismi va Urumchi turmalaridagi voqea bo'lsa-mu, butun turmalardagi ochliq,
azobliq fojialar Sharqiy Turkistonning hamma yerida o'xshash bo'lgan. Chet ellarda yashayotgan muhojirlarimizdan Söyüngülge o'xshash qismatlarga duchor bo'lgan kishilarning o'z beshidan kechirgan yoki o'z ko'zi bilan ko'rgan, ammo qorong'u tariqqa aylanishga yuz tutayotgan ahvollarni xuddi o'zining sarguzashtlarini yezib chiqqan marhum Borat Hojim va 1969 yili 8 oyning 23 kunidagi Qora Juldagi jang vaqasini siz bu kitobni yaqinda o'qiysiz. Yezib chiqqan Hoji Abdurashid Kerimiga o'xshash xotira qilib yezib chiqishni umid qilaman. Abdujalil Turan. Xalqimning botur qizi. Ozodlikqa tashnadur sop yuriking, mustaqillik, hurlik elga tiliking. Vatan uchun borliqingni fido qilib, boturlarcha el baxtini izlading. Yillar yotding azoblik zey turmisida. Bosh egmiding umid bog'lab kelgusiga. Jismingni ham ruhingni qiynisimu, tushmiding dushmanlarning helisiga. Bir kun kelur vataning boston bo'lur. Yer tishlab dushmanlaring vayron bo'lur. Madiylanib boturlik ish izlaring avloddan avlodlarga doston bo'lur. Sen xalqimning botur qizi, chaqnab yongan yulduzi, kelgusiga nishon bo'lur, dongliq o'chmas ish izi. Sali qizi Sofiya Valiyev. Taqdim Professor Doktor Sultan Mahmud Qashqari. Salih Valiyev qizi Söyüngül Canişev tərbidən yezilgan Köz yeshida namlangan Zimin nomli biografik o'chirik nashr qilinib, bugun o'qirmanlar bilan yuz ko'rishdi. Salih Valiyev qizi Söyüngül Canişev Sharqiy Turkistonning hurligi va mustaqilligi uchun bo'lgan kurashga o'zining yoshlik bahorini bag'ishlagan Sharqiy Turkiston xalqining minavor avlodlaridan biri. Sharqiy Turkiston turklarining vatanparvar qizi Söyüngül Xitoy kommunist hokimiyatining Sharqiy Turkistonda yurgizgan mustahkamchilik va qonliq zulm siyosatining mohiyatini, nishonini cho'nqur tushungan va hur baxtiyor yashash uchun Sharqiy Turkistonning ozodligi va mustaqilligini qo'lga keltirishning zarurligini aql idrak kuchi bilan bilib, Ishbarxon, Nozugum, Rizvon Gullarning inqilobiy ruhiga varislik qilib, jasorat bilan kurash maydoniga ko'krak kelib chiqqan minglagan Sharqiy Turkistonlik ayollarimizdan biri hisoblanadi. U Sharqiy Turkistonning markaziy Urumchidagi Meditsina institutida o'qiyotgan chaqlarida 1962 yili 2-oyda g'oyidosh bo'lgan saboqdoshlari va do'stlarini atrofiga to'plab Sharqiy Turkiston Mehnatkash xalq partiyasi ni maxfiy holda qurib, Sharqiy Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirish uchun Xitoy mustahkamchilariga qarshi kurash faoliyatini aktiv holda ilib borgan. Lekin tashkilotga so'qinib kirib olgan ba'zi xoinlarning, kurash irodasi ojiz bo'lgan ba'zi shaxslarning xoinlik qilishi va iqrori natijasida Söyüngül Xitoy hokimiyati tarafidan qo'lga ilinib, uning yoshlik bahorining oltin chog'lari kommunist Xitoy istibdodlarining qorong'u zindonlarida, emgak bilan o'zgartish maydonlarida xoruzorlik bilan o'tib ketgan. Söyüngülning inqilobiy sabdoshlari bu ig'ir jazolardan nasibasini olgan. Mujohid Söyüngül toki Avstraliyaga chiqib ketganga qadar kommunist Xitoy hokimiyatining zulm va tahdidlaridan bir kunmu xoli bo'lolmagan. Köz yeshida namlangan Zimin nomli bu kitobda yozilgan voqealar to'qilma hikoyalar va xiyoliy epizodlar bo'lmasdan hammasi Söyüngülning beshidan o'tgan va o'z ko'zi bilan ko'rgan voqea va hodisalardan iborat. Bu kitobga Xitoy kommunist hokimiyatining Sharqiy Turkistonda yurgizgan inson qalbidan chiqqan vahshiy siyosatlari amaliy faktlar bilan cho'nqur fosh qilingan. Bo'libmi mavzum boshlatgan atalmış madaniyat inqilobining dahshatli manzarasi va Xitoy kommunist hokimiyatining davlat terrori nihoyatda
canlıq və obrazlıq halda ifadəlab berilgan. Bu kitabni o'qigan har qanday bir kishi shu yillardagi fojialarni ko'z oldiga keltirishi mumkin. Bu hadislardan yuzaki holda xabardor bo'lgan, ammo mamlakat sirtida yashagan qarindoshlarimiz va chet elliklar dunyoda mushundaqmi vahshiylik bo'lamdi, mundaqmi qonxo'rlik bo'lamdi deb ishonishga taraddud qilishi mumkin. O'qirmanlarimizning bu kitobni diqqat bilan o'qib chiqadiganligiga va ulug' vatanimiz Sharqiy Turkistonni bu fojialik vaziyatdan qutuldirish uchun chora-tadbir tepishga harakat qildiganligiga shak shubhamiz yo'q. Bu kitob vatanparvar xalqimizning Sharqiy Turkistonning ozodligi va mustaqilligi yo'lidagi kurashga bo'lgan talpinishini, qizg'in holda qatnashishini qo'zg'ashga turtki bo'ldiganligiga chunqur ishonaman. Abdur Söyüngül'ge uzun yıllık japaliq ruhi emgek orqali bundaq bir kitobni xalqimizga taqdim qilganligi uchun tashakkurlarimizni izhor qilamiz. 2006 yili 4-oyning 10-kuni İstanbul, Turkiya. Hurmatli kitobxon, qo'lingizdagi bu kitob bir yozuvchining vaqalikni tasvirlab yoki oshirib yozgan emas. Bu vaqa 1957 yildan 1982 yillar orasidagi 25 yil ichida Sharqiy Turkiston oliy maktab o'quvchilarining beshidan o'tgan sarguzashtlaridir. To'g'risi, faqat birla meditsina institutining o'quvchilarining kechirmishlarining bir qismi. Demakki, kitobdagi vaqalar Sharqiy Turkiston xalqining bu davrda Xitoy mustamlikachilarining militarist faşistlarning qo'lida ko'rgan azoblarning milliondan bir parchasi. Dengiz suyining bir tamchisi desak xatolashmaymiz. Bu kitobni o'qiganda bizning yoshlik davrimiz, universitetdagi o'quvchilik hayotimiz bir-birlab ko'z oldimizdan o'tdi. Xuddi shu vaqtlarga qaytib, shu hayotning ichida qaytadan yashagandek bo'ldim. Xitoy mustahkamchilari vatanimizga hiylagarlik bilan besib kirganda, o'zlarining bizga baxт akelguvchilar, vatanimizni gullantirguvchilar deb jor solganda xalq ishinib, xo'shalligidan chavoq chelishib, guldastalar bilan qarshi olgan edi. Yoshlar kelajakka cho'ng umid bog'lagan edi. Biroq ko'p o'tmay bu va'dalarning hammasi yolg'on ekanligi bilinishga boshladi. Oldi bilan bilimlik, aqlli odamlarni, yozuvchilarni, muallim tarixchilarni, shoirlarni, mollalarni, ya'ni diniy xodimlarni, boylarni, harbiylarni har turli yolg'on bo'xton bilan yo'q qilishga boshladi. Ularni pan-turkist, pan-islamist, zo'migar pomishchik, xiyonatchi, o'ngchi, millatchi, bo'lgunchi, shijungjuichi va boshqa bo'xtonlar bilan qorlab yo'qotdi. Sürgün qildi, turmaga tashladi. Kishilarning qo'lidagi butun boyliqlarni, qurollarni yig'ib oldi. Liberalizmga qarshi turish nayronvozligi bilan turk millatlarini bir-biriga qarshi qo'ydi. Otini bolaga, aka-ukalarni, qo'lim qo'shna, urug' tuqqanlarni bir-biriga dushman qildi. Kishilarda bir-biriga ishonch yo'qoldi. Xuddi shaytonlar odamlarning ichiga kirib olib, ularni qaymoqtirgandek kishilar gangrab qoldi. Kommuna qurib, kishilarning o'z uylarida erkin tomoq etib yeyish huquqi cheklandi. Hamma odam kommunada pishirgan halab o'rnidagi tomoqni yeb, davlatga bekorga ishlashga majbur qilindi. Kishilarni uylaridan dalalarga, sahrolarga ko'chishga majbur qildi. Ularning o'rnini chegara rayonini gullantirish niqobida ishkirdan akelgan Xitoylar bosdi. Tijorat qilib jinini beqiyotganlar haddidan oshgan ig'ir bojlarni to'layolmay uy joylardan ayrildi va bayram bo'ldi. Xalq ichida chiqqan "Men nega bora olayman, bo'ynim qildi bog'loqliq, har bir mangan qadamlar ming ko'z bilan paylog'liq. Tog'lardan mangay tutqun, bog'lardan o'rin tegmay, bo'lgan kunimiz mushu, raqibga bo'yun egmay."
degan echinishliq naqsha buning paktidir. Bir tarafdan Sharqiy Turkiston boyliqlari oltin, neft, oshliq, yung, teri, ko'mir va boshqa xom ashyolar kun-kun to'xtamay ishkirga oqatdi. Vatanning egisi bo'lgan mazlum xalq ishsiz, ozsor, xonavayron bo'ldi. Yo'lni topgan kishilar bir amal qilib chet elga ketishga boshladi. Xitoy kommunistlarining bizga kelgan baxti shu bo'ldi. Universitet o'quvchilarining orasida noyda oz sondagilar hammasini ko'rib tursa-mu, ko'zni yumib o'z beshining amalligini o'qish bitgandan keyin bilim darajasiga qaramay yaxshi o'rinlarga xizmatga o'rinlashish, boshliq bo'lish, yaxshi hayot kechirish uchun Xitoy mustamlakachilarining siyosatlariga aktiv qatnashib, o'quvchilar orasida sotqinlik qilish, boshqalarga tahdid silish, varqirash, to'ng'iz go'shti yeyish, Allohni inkor qilish bilan kommunist partiyasiga a'zo bo'ladi. Ular uchun xizmat qiladi. Ammo ko'p sondagilar ich-ichidan tit-tit bo'ladi. Har bir Sharqiy Turkistonlikqa etilgan o'q ularning yuragiga tekkandek, to'shilib ketayotgan boyliqlar tomirdagi qonlar va yiliklardek bilinadi. Biroq nima qila oladi? Vatan, iqtisod, qurol, huquq qo'ldan ketgan. Uning ustiga vatanimizni Sharqiy Turkiston deb atash, Uyg'ur tarixini tilga ilish ig'ir gunoh. Panturkis qalpiqi bilan qancha bilimlik odamlar, tarixchilar, yozuvchilar o'ldirildi. Turmalarga tashlandi, xo'rlandi. Nima uchun bular tarixdan shuncha qo'rqidi? Bu savolga nodon xalq hech parvo qilmaydi, tushunmaydi, tushunishdanmi qo'rqidi. Xalqning yuragi shunchalik mujilgan, o'z siyosiy soyasidan o'zi qo'rqidi. Tumshqidan qayoq yetilsa, shu yoqqa mangdi. Nima qilish kerak? Bu savolga oldi bilan xalqni uyg'otish, o'z tarixini tushuntirish kerak. O'z tarixini bilmagan kishi o'zining qutulish yo'lini topolmaydi degan javob bilan bir qism vatanparvar yoshlar bir nuqtaga to'plashishga boshladi. Ustimizga qo'rqinchli siyosiy besim, tahdid, ta'qib va xatarlik oqibatlardan qo'rqmay o'z hayotini, kelajagini qurbon qilib maydonga tushganlarning biri Söyüngül edi. Söyüngül o'ychan, cho'ng qora ko'zlari kelishgan qat'iy qomati bilan darhol ko'zga chiliqatdi. O'zining sof qalbi, kamtarligi, to'g'ri so'zligi, do'stlarga mehribon va sodiqligi bilan qisqa vaqt ichida hammasining hurmatiga ega bo'ldi. Mehnat maydonlarida oqshomlari charchagan vaqtlarimizda yiqimliq, mungluq ovozi bilan tatar naqshlarini aytib, ko'nglimizni ko'taradi, ruhlantiradi. Har bir so'zni chaqchaq bilan qiziqarli qilib so'zlaydi. Söyüngül har doim men tatar qizman, ammo men Sharqiy Turkistonni o'z vatanim deb taniyman. Chunki men bu yerda tug'ildim, o'sdim. Bu vatanning har bir tal teshi, giyosi men uchun qimmatlik. Ikkinchidan, mustaqillik uchun zulmga, tengsizlikka qarshi kurash har bir kishining vijdoniy burchidir deb qizib so'zlaydi. Bu so'zlari Söyüngülning beshiga kelgan azobli kunlarida isbotlandi. 19 yosh yillik turma surgunlik, qiyin qistoqlar, xo'rlashlar uning mustahkam irodasini yengolmadi, ruhini sundirolmadi. Söyüngül umrining eng go'zal yoshlik chog'larini, 6 yillik jafoliq o'qishlarini ozodlik uchun qurbon qildi. Gerçi hiylegar qari kuchlar tarafidan bu g'oyalar amalga oshirilmagan bo'lsa-mu, bu umidlar, g'oyalar millionlagan xalqimizning ko'nglida mashal bo'lib yonadi. Vatan ozod bo'lmoqcha o'chmaydi. Ko'rishimiz avloddan avlodga davom qiladi. Vatanga, mazlum xalqimizga bo'lgan cho'nqur muhabbat, uning ozodligi, kelajagi uchun qayg'urish Söyüngül bilan bizni qarindoshlarcha yaqinlashtirdi. Hayot to'lqinlari bizni turli qit'alarga tashlagan bo'lsa-mu, ammo bizning ko'nglimiz hech yiroqlashmadi. Yeshimizning bir yerga berib qolganiga qaramay, kelajakka bo'lgan umid bizning do'stligimizni qayritmadi. Yaqinda Söyüngül bilan uchrashganimizda men
Sen köp japa tarttың dedim. Сөйінгіл болса, бұның үшін мен hiç içinmayman. U bolsuçu hayatның bir türü. Men haqiqiy hayatni ko'rdim. Türlük hayatlarni tonudim. İkinciden, men mustamlikichilikka, haqsizlikka, zulmga qarshi chiqqanim uchun eng ig'ir kunlardimi o'zimni mag'rur, kuchlik his qildim. U kunlar menga ig'ir kelmadi, dedi. Hürmetlik Söyüngül'ge ve ailesiga tügümez bitmez baxt salomatlik, uzun ömür ve zor muvaffaqiyat tilayman. Doktor Malika Muhammad Ali. Beg'ishlama. Vatan ishqida yongan, xalqning baxti uchun jinini pido qilishdan qo'rqmaydigan, oliyjanob ruhi bilan to'lgan yosh yurakning jasoratiga qarshi kelgan nini ig'ir jafolar, ruhiy besimlar bu yosh qizning irodasini tavirtalmadi. 100 kilolab semut selingan chilaklarni ko'targan apkash egilsimi, bu yosh qizning chumuldek inchki ballarini pukalmadi. Xaltiga to'ldirilgan toshni inchki sim bilan bo'yniga esib qo'yib, urib so'qib kurash qilibmi, bu yosh qizni dushman o'ziga bosh egdirolmadi. Simdan o'rilgan qamchi bilan urib bosh ko'zni yerib, orqasiga tilim yo'l silib, butun badanni qonga milab, kiyimlarini titma qilib, yirtib, masxara qilibmi, bu yosh qizning vatan uchun deb so'qan yuragini to'xtatolmadi. Qarang'u turmalarga so'lab, tahdid bilan so'roq qilibmi, yillarcha yerim och, yerim to'q ig'ir emgaklar bilan ezibmi, bu yosh qizni mustaqillik ko'rishidan yondirolmadi. Mana bu haqiqiy vatanparvarlik, xalqparvarlik va insonparvarlikdir. Mana bu mansabparastlik, shuhratparastlik emas, balki vatan uchun, xalq uchun amaliy harakati bilan muhabbatini bildirish ham oliyjanob ruhiy amaliy harakati bilan ulgu bo'lish demakdir. Mana bu yosh qiz Sharqiy Turkiston tarixida tunji qitim vatanning mustaqilligi, xalqning ozodligi uchun ongli holda aniq maqsad, buyuk g'oya bilan jangga otlanib, ko'krak kerib maydonga chiqqan ikki qiz qahramonning birisi mening hadam Söyüngül, ikkinchisi bo'lsa uning saboqdoshi Sajida. Men kichigimdan tortib hadamning turmadan chiqqandan keyingi hayotining har bir kunida birga bo'lib, mushu yozgan har bir voqeasining guvohchisi bo'lib yashadim. Ko'z yeshida namlangan zamin nomli bu kitob hadam Söyüngülning ayni zamondagi kundalik xotirasidan qisqartib yozildi. Bu voqealar Sharqiy Turkistonning haqiqiy tarixining bir qismi va xalqning amaliy kechirmishlarining bir jonliq pokitlik misolidir. Men hadam Söyüngülning bir umr vatan uchun, xalq uchun yashagan ish izlaridan faxrlanaman. Hamda butun Sharqiy Turkiston xalqi faxrlanarlik, tillarda daston qilarlik bir jonliq obraz deb bilaman. Hamda hadamning kuch chiqarib bu kitobni yezib chiqqani uchun chin yurakdan tabriklayman. Hadam Söyüngülning yosh o'quvchi vaqtidagi Sharqiy Turkiston xalqining mustaqilligini qo'lga keltirish va islom dinini qo'g'dash yo'lida bir qancha saboqdoshlari bilan birlikda jon pidolik bilan kurashga otlanib, o'zining go'zal yoshligini turmalarda, qolgan hayotini azob-uqubatlik rejim ostida o'tkazgan vaqtidagi tez pikmagan oliyjanob ruhiga hamda qaysar botur jasoratlik obraziga tuvandagi she'rimni uningga beg'ishlayman. G'oyimiz buyuk, irodamiz chin, umidvor o't yurak yoshlar edik. Qalbimizga shu ushqunlardan yonqinlar chiqarmoqchi bo'lgan edik. Vatanni ozod qilmoqchi bo'lib, ulug' kurashga otlangan edik. Nav bahorimiz qurbon bo'lsa-mu, elning baxtini topmoqchi edik. Shu yuksak orzu tilaklarimiz o'q bo'lib tagdi dushman qalbiga, o't bo'lib yongan yuraklarimiz, tushdi ruhimiz to'mir qapazga. Qarang'u zindon cho'l bayovonda ezildi bizning aziz jinimiz. Qonxo'r jallod dushman qo'lida xorlandi bizning oliy ruhimiz. Vayron bo'lsa-mu umr kulfatda, yashatdi bizni orzu yurakda. Haqiqatning bir namoyini deb bosh egmadik yovuz dushmanga. So'lsa-mu yoshlik gulim zulmatda, so'lmadi yuksak g'oya yurakda.
Mustaqillik orzuyimiz cho'qim amalga oshqusi kelajakda. Manzilga yetmay o'lsakmi bizlar, orzumuz o'lmay manguga ko'klar. Bayroq bo'lib qavrimiz ustida, bo'ron chopqinda tinmay lapildar. Salih Valiyev qizi G'aysha Maski 2005 yil noyabr